Davom etamiz. Sirdaryo viloyati Xovos tumanida O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz shiori ostida mustaqillik to'yi konsert dasturi o'tkazildi. Xovos tumanida ham bu qutlug' bayram ko'tarinki kayfiyatda nishonlanmoqda. Gulbahor, Xovosobod mahallalarida yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz degan ezgu g'oya va shior ostida konsert dasturi tashkil etildi. Yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz shiori ostida bo'lib o'tayotgan tashabbuslar bugun respublikamizning eng chekka qishloqlarigacha yetib keldi. Qishlog'imiz mana shu 35 yil ichida tubdan o'zgardi. Ularning yashash darajasi oshdi. Shukronalik hissi yanada ham oshdi. Bundan albatta mamnunmiz va biz mustaqilligimiz doim bardavom bo'lishini istab qolamiz. Mustaqillik to'yi konsert dasturi Sirdaryo viloyatining olis hududlaridan biri Xovos tumanining Qahramon mahallasida ham o'tkazildi. El yurtimizning eng ulug' va qadrli ayyomiga bag'ishlangan tantanali bayramda tuman aholisi, nuroniylar, yoshlar hamda turli soha vakillari ishtirok etdi. Darhaqiqat mustaqillik nafaqat bayram, balki xalqimizning ertangi kunga bo'lgan ishonchi, vatan ravnaqi va farovon hayot sari dadil qadamlarining timsolidir.